Shuning uchun agar biror bir joyda hovliga qo'ygan bo'lsangiz, oldi sotib uchun u joy uchun berasiz. O'zingiz yashab turgan joy uchun, farzandingiz yashab turgan joy uchun o'sha joyga nima qilasiz? Siz zakot berasiz. Bir do'konda bor ekan, do'konidagi sotilmay turgan mahsulot bor. 1 yildan beri turibdi, hali sotilgani yo'q. 2 yildan beri turibdi, hali sotilgani yo'q. Materialni olib kelib tushirib qo'ygan, o'sha materialni hali turib sotilgani yo'q. Hali sotilgani yo'q, men molimdan zakot bermayman deya oladi yo'q. Sotilgani yo'q bo'lsa ham o'shani hisob kitobini qiladi. Do'konida qancha daromad bor, qancha mahsulot bor. Endi uni sotadigan miqdorda hisoblaydi yo olgan miqdorda hisoblaydi desa, uni sotadigan miqdorda emas, olgan miqdorda hisoblaydi. Material olib kelib qo'ygan, 1000 so'm olib kelib qo'ygan, hozir sotsa 2000 dan sotadi. Endi uni hali sotilmay qo'lda turibdi. Kelgan 1000 so'm pullar hisoblanadi. Daromad tushadi. Do'kondor o'zini do'kondagi barcha mahsulotni hisob-kitobini qiladi. Ana undagi shu hisob-kitobga ham qo'shib, puliga qo'shib zakot chiqaradi. Ehtiyojga kiradigan mol-mulk nima desa, ehtiyojga kiradigan o'zini yashab turgan uy-joyi ehtiyojga kiradi. Iste'moldagi oziq-ovqatlar, kiyimlar, uyga olib qo'ygan kiyimda o'zimiz kiyib yuradigan yozgi, qishki kiyimlarimiz bor. Mana shu kiyimlarimizga zakot beramiz, yo'q, zakot bermaydi. O'zini qiynaladigan ulovlar, kasb-hunar asboblari, mana shu narsalardan zakot berilmaydi. Sizda kasbingiz uchun olingan bir o'sha stomatolog bo'lsa, stomatologiyada tish tuxumida qanchadir o'ziga kasbga kerak bo'ladigan uskunasi bor. U uskunalari $100,000, $200,000 bu uskunalarni bermaydi. O'zini ehtiyoji uchun ishlab bergan narsa. Qarzdor kishi o'zini puli bor ekan, bir odamda 100 million puli bor ekan va yana 100 million qarzi ham bor ekan. Zakot beradimi desa, yo'q, u qarzini to'laydi. Lekin bir odamda 100 million puli bor ekan, 40 million qarzi bor ekan. 40 million pulni qarzini chiqarib qo'yadi, qolganini sotib oladi. Qolgani 60 million. 61 million shunga o'zi qilmaga zakotni teng bo'lib qo'yadi. Zakotni qilgandan beradi. Qarzingizni chiqarib tashlaysiz. Ba'zi birlarni hozirgi kunda bankdan, bu yerdan qarz olgan. Birovdan qarz olib qo'ygan. Ana shunaqangi qarzlaringizni yillab to'laysiz. O'sha 1 yilligini sotib olasiz. Bu yil siz qarzingiz qancha? Qancha to'laysiz qarzingizga? Yilni boshidan oxirigacha har oyda 600 mingdan to'lasangiz, 1 yilda 6 million so'm to'laysiz. Sizning qarzingiz 6 million qarz bor ekan. O 10 yilligini sotib olasiz. Shu yilgina sotib olsa, qarzi shunga yetib bo'ldi. Agar o'sha qo'lidagi puli qarzidan ko'p bo'lib, o'sha qarzini bergandan keyin ham qoladigan puli zakotga qodir bo'lsa, zakot bermaydi. Birinchi qarzini tushib uchun nima bo'ladi? Boqib. Bir odamni
qo'lida ozgina tillosi bor ekan, ozgina kumushi bor ekan, ozgina puli bor ekan. Xuddiki biz uyimizda bittamiz uyimizda so'radigan 5 ta oltin tovosimiz bor, qo'limizda 20 million pulimiz bor, uyimizda tillo yozib bor. Tilla sirlasimi, tilla uzukmi, shunga o'xshagan tillalar. Yo dollarimiz bor. Hammasini hisobda bor. Hammasi jamlanadi. 5 ta molni puli qancha bo'ladi, tilloni puli qancha bo'ladi, hammasini hisob kitobini chiqarganingizdan keyin jami hammasi qancha bo'ladi? Jami zakotga qodir bo'lsangiz zakot berasiz. Zakotga qodir bo'lmasa zakot bermaysiz. Shuning uchun o'zingizni bir hisob kitob qiling. Ertadan shu molingiz bo'yingizga ilon bo'lib qolsin. Qabrga kirganingizda shu molingiz siz uchun chayon bo'lib yopishmasin. Oxiratga borganingizda Alloh Parvardigor subhanahu va taoloning huzurida shu yuzingiz, shu molingiz orqasidan havo bo'lmasin. Zakotni ikkita sharti bor. Zakot sharti. Birinchisi, zakot oluvchiga zakotni mulk qilib beradi. Zakotni beradi, u oladi. Shuning uchun zakotni o'sha egasining qo'liga beradi. Agar siz bir odamni, bir kambag'alni uyi juda ham og'ir ahvolda ekan, shu uyini bitkazib bermoqchisiz zakotingizni puliga. Endi siz nima qilasiz? O'sha zakotingizni uni qo'liga bermasdan turib zakotni borib ishlab olsangiz bo'ladimi? Bo'lmaydi. Borasiz, qo'liga zakotingizni berasiz, zakotingizni berib u qabul qilgandan keyin endi zakotingizni berib uyingizni ta'minlab berasiz. Qo'lidan olib keyin ta'minlab berasiz. Sizin bir odamda qarzingiz bor. Endi o'sha qarzni olib sizga hech qarzni to'lashga imkon topolmaydi. Bilasizmi, imkon topolmaydi. Endi siz nima qilasiz? Zakotingizni o'sha insonni oldiga borasiz, uni sizni zakotni deb berasiz. U qo'liga olgandan keyin zakotni oldim degandan keyin endi qarzni berasiz. Endi undan qarzni olib kelaverasiz. Zakotni mulk qilib beradi. Ikkinchisi, zakot berishda yoki ajratishda zakot deb nima? Aynan deyapti. Ajratib turgan paytda mana shundan bu yoq zakot beradi. Yo berib turganda bu sizga zakot deb beradi. Agar siz uyingizda zakot deb ajratdingiz, deyapsiz, mana shu yoqni zakotni berib yuboraman, zakot berasiz. Ajratganingizdan keyin molingiz kambag'allikka borgan paytingizda qarasangiz, o'zingizni qarindoshingiz kambag'alroq ekan. Endi shu qarindoshingizga zakot deb bersangiz, haligi qarindoshingiz endi sizga men ham endi shunga ham zakot beryapti bu degan unga o'y hayol keladi. Yo olgisi kelmaydi. Endi siz nima qilasiz? Orasida men sizga ehson beramiz. Lekin chiqarib turgan paytingizda siz zakot deb chiqarasiz. Agar chiqarib turgan paytingizda zakot deb ajratmagan bo'lsangiz bo'ldi. Borganingizda mana bu zakot deb berasiz. Bo'lmasa shartni bajarmay qoladi. Zakot sharti shu. Shuning uchun pulingizni hisob kitobini qilganingizdan keyin ajratib turgan paytingizda albatta zakot deb ajratib qo'ying. Ertadan keyin berib turgan odamingizga zakot deb beryapsizda, shunday berib beraverasiz. Zakot oladigan insonlar kimlar? degan savolni men endi hali so'zimizni boshida aytib o'tdik. Masjidlarga kirib turgan paytingizda kirib turgan so'rovchilarni
xohlaganingizga zakotingizni berib ketaolmaydi. Yana qaytarib aytamiz. Uni tekshiring. Bir kishi aytgan edi, bir joyda qori men atay tekshirib o'tirdim dedi. Men shunda odatim bor dedi. Shuni atay tekshirib o'tirdim dedi. Qani oxirigacha yuz ustiga paratin tashlab olgan edi. Aliklar kampirlar o'tirib oladi, paratin qilqillar o'tiradi dedi. Kampirga o'xshaydilar dedi. O'tiribdi dedi. Jumadan keyin hamma chiqib ketdi dedi. Men bu yoqdan tashqariga chiqdim-da darvozadan qarab o'tirdim dedi boshqalar dedi. Qarab o'tirsam dedi, haligi nima zo'r qanday qilib gapirib turgan dedi. İşte nariga xonaga kirdi dedi, ustidagi paratin shuni oldi dedi. Qarasam dedi, bir yoshgina qiz dedi. Sekin masjiddan chiqdi dedi, chiqqandan keyin qarab bir ishlab qarab yurdi. Men sekin orqasidan yurdim. Meni bilib qoldi orqasidan qo'yib turgan dedi. Bilsam bu dedi, muhtoj emas ekan o'zi. İşləşlikdən qochib mana shu ishlarni qilyapti. Hatto o'zlarini qornilariga nima homiladorligiga ham shu qilib qolsa bo'ladimi? Qornilari bizda boylab keladi. O'zini homiladorlarga. Shuning uchun zakot kimga beradi desa, mol nisobga yetmagan shaxsga beradi. Fakir odamga. Shuni fakir. Moli nisobga yetmagan odam fakir odam. Bugun sizning 50 million pulingiz bor, 40 million pulingiz bor. Siz hali zakotga qodir emassiz, siz fakir hisoblanasiz. Miskin deb kimda aytadi desa, miskinda hech narsasi yo'q odam aytadi. Bunga ham bersa bo'ladi. Hech narsasi yo'q odam. Ba'zi odamlar bor, na uyi bor, na moli bor qo'lida, hatto ijaralar. Hech narsa.